Sun'iy intellekt hayotimizga shiddat bilan kirib kelayotgan raqamli texnologiya. O'zbekistonda ham 2030-yilgacha sun'iy intellektni yanada rivojlantirish bo'yicha strategiya qabul qilindi. Sun'iy intellektni sohalarga qanday qilib tatbiq etish zarur degan savol bugun barcha darajadagi rahbarlarni o'ylantirmoqda. Joriy yilning 21-oktyabr kuni muhtaram prezidentimiz tomonidan hudud va tarmoqlarda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida video selektor yig'ilishlari o'tkazildi. Aynan ushbu video selektor yig'ilishlarida davlat xizmatida va barcha sohalarda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, uni rivojlantirish, kadrlarni aynan shu sohadan foydalanish imkoniyatlarini ochib berish bo'yicha bir qator topshiriqlar berilgan edi. Aynan bugun Toshloq tumanidagi IT shaharchamizda tuman hokimi rahbarligida barcha tuman hokimligi apparat xodimlari, tumandagi mas'ul tashkilot korxonalar rahbarlari ishtirokida Toshloq tumanida sun'iy intellekt sohasini tizimli rivojlantirish haqida seminar o'tkazildi. Prezidentimiz video selektorda ta'kidlagandek, bu jarayonda izlanish va natija bilan ilgarilagan davlatlargina yutuqqa erishadi. Seminarda axborot texnologiyalari mutaxassisi sun'iy intellektning o'zi nima ekanligi, samaradorligi va tezkorligi to'g'risida tushunchalar berdi. Inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirib, aniqlikni oshirishga xizmat qilayotganiga e'tiborni qaratdi. Sun'iy intellekt bu davlat siyosati darajasida mana shu sohani rivojlantirish bo'yicha ancha sharoitlar, imkoniyatlar yaratilyapti. Mana shu imkoniyatlardan samarali foydalanish, har bitta demak soha tarmoqda qanaqa tizimlar joriy qilsak bo'ladi, qanaqa demak imkoniyatlardan foydalansak bo'ladi. Umuman olganda mana shu mavzularga bugun to'xtalib o'tdik. Men o'ylayman, bugungi demak amaliy kirish qismi bo'lyapti. Bundan keyin yana Toshloq tumanida bu narsani davomli qilamiz. Har bitta demak sohalarda o'zlariga moslashtirilgan holatda sun'iy intellektdan qanaqa qilib samarali foydalansak bo'ladi, uni qanaqa qilib boshqaramiz, undan misol uchun qanaqa demak ishimizni yengillatadigan instrument sifatida foydalansak bo'ladi. Shu narsalarga demak urg'u beramiz. Viloyatimizda birinchi bo'lib aynan Toshloq tumanida axborot texnologiyalari markazida faoliyat ko'rsatayotgani ham tumanda sun'iy intellekt bilan ishlash samaradorligini oshirish, qolaversa sohaga yosh kadrlarni yetkazib berishga ham hissa qo'shadi. Sun'iy intellekt aynan sohadagi tibbiyot, ta'lim, qishloq xo'jaligi va barcha sohalarga bevosita kirib kelgan holda bu narsa albatta ishlab kelayotgan xodimlarni aholi bilan muloqot qilishlaridir. Ma'lumotlardan unumli, tez va sifatli foydalanishda qulay imkoniyat yaratyapti. Aynan Toshloq tumanida IT shaharchani barpo etilganligi sohani raqamlashtirishda va IT va xorij tillarini o'qitishda kelgusidagi kadrlarni, bilimli, salohiyatli kadrlarni yetishtirishda bevosita omil bo'ladi hisoblaymiz. Seminarda O'zbekistonda sun'iy intellektdan qanday foydalanilmoqda degan savollarga atroflicha javoblar berildi. Bu jarayonni yaqindan o'rganish bo'yicha seminar davom etishi ta'kidlandi.